Assalomu alaykum, siz bilan Nero jamoasi. Hozir bitta konteyner kelyapti. O'zimga yoqqan narsalarni olib video qilmoqchiman. Izohlarda qoldirasiz, qaysi birini batafsilroq olish uchun. Masalan, menga mana bu narsa yoqdi. Press apparatga, elektron batareykada ishlaydigan press apparatga ko'pincha mana shu narsani qidirib yurardik. Bu qiyin, sig'maydigan apparat sig'maydigan joylarga bemalol birinchi buni qo'yib olib, keyin press apparatda mana bunaqa siqadigan klishi deydi. O'zini siqadigan qisqich paqalari kelgan. Birinchi buni kiygizib olib, bunga kerakli nasatkalarni kiygizib olib, masalan 16, 20, 26, 32 larni kiygizib olib, keyin bemalol apparat qo'yib, joyida ishlasa bo'ladi. Buni biz ko'pincha anaqa Instagramlarda ko'rardik. Bu ham kelgan. Buni apparatlari ham o'zi bor edi. Bu haqida ham batafsil video qilamiz. Undan tashqari razmerlarni qilib bo'lgandan keyin o'zini kalibrovkasi to'g'ri bo'lmagan bo'yicha bu narsalar ham kelgan ekan. Menga yoqtiradigan narsa imенно kalibrator. Bu kalibrator zo'r tarafi bor. Bu kalibrator ham kalibrovka qiladi, ham ikkita ichki va tashqi faskalarni yechadi, ham kesadi. Kesadi deganda sizda aytaylik 5-6 mm yoki 1 sm ko'proq bo'lib qolsa, buni o'zi shurupayvertga qo'yilib, o'sha joyini olib tashlasangiz ham bo'ladi. Именно shu nasatkalari keldi, spesialniy o'zim zakaz qildim. Bu nasatkalar juda ko'p, ya'ni почти 1 milliontagacha faskani ochish xususiyatiga ega bo'lgan spesialniy metalldan ishlab chiqarilgan, yuqori sifatli. Bundan tashqari yana nimalarimiz bor? Shu qiziqarli tema kelgan. Hozirgi O'zbekiston paytida hamma panel qo'yilyapti, ya'ni quyosh panellari. O'shani yuvish uchun spesialniy oldin qimmat bo'lardi. Hozir Neroda juda arzon va hamyonbop narxda kelgan, chunki Neroni maqsadi xalqqa hamyonboplik, narxi normalniy narxda, unaqa katta nima deydi, yetib bo'lmaydigan narxda emas, hamyonbop narxda olib kelish shu maqsadi. Shuning uchun buni ham почти yarim narxida kelgan. Bular именно shu panellarni yuvish uchun gorizontal, ya'ni bir tekisda otib panelingizni yuvib beradigan nasatkalar kelgan. Buni kichkina kalta qilsangiz ham bo'ladi. Shunaqa shlanglar ham kelgan. Bularni o'zi aytib o'tdim. Ko'p kollektorlarga qo'yayotganimizni katiningda yasayotganda spesialniy eksentrichniy 25 talik rakord kerak bo'lardi. Bular ham kelgan aytgancha. Bundan tashqari buni ham ikki xili bor, bilasizlar. Buni tekshirib keyin olganman. Ba'zilari ochmaydi. Bu rem komplekt, treshina berib yuborgan nasatkalarni joyida remont qilish uchun kerakli bo'ladigan komplekt, yoki siz muftani traynik ichiga boshqa truba tiqib qo'ydingiz yoki uni yechish kerak edi, tozalab yuborish kerak, o'sha joyda shu narsa ishlatiladi. Uni video qo'shib qo'yamiz agar kerak bo'lsa. Instagramda portlatgan rem komplektlar bo'ladi. Har xil diametrdagi, ya'ni trubalarda suv oqib turibdi, kran buzilgan, yopish iloji yo'q. Mana shunaqa rem komplektga kelgan. Nerodan so'rashingiz mumkin. Narxi hamyonbop, juda zo'r narxida. Juda qiziqarli savol beradiganlarga shundoq ham sovg'asini qilib yuboramiz kerak bo'lsa. Bugungi imенно yangi keladigan narsalar bu dishlamatorlar. Dishlamator turlari har xil. Oddiy, masalan, kichkinalardan tortib, reduktorli variantlari va mana shu variant menga yoqadi. Aytgancha Xiaomi kompaniyasiga ham именно xuddi shunaqa dishlamator chiqarib beradi. Nero ham borib o'shdan zakaz qildi. Sifatlari juda zo'r, oddiy tilda korobkalarini ham juda zo'r ishlab qo'yibdi, iPhone'ga o'xshatib. Ichida o'zi komplektda отвёрткалari ham chiqargan. Shu kabi dishlamatorlar ko'rayotganingizdek ochib ko'ramiz. Tepasida manometrlari bor. Bu o'zini o'zi, tepasida manometr bor. O'zini o'zi yuvadigan variantlari batareykali. O'zini o'zi yuvib, tozalab, suvni kanalizatsiyaga to'kib yuboradi. O'zining shlanglarigacha bor variantlar. Bundan tashqari shunaqa variantlari bor. Ruchnoy dishlamatorlar yuvish uchun, sistema отопления uchun, ya'ni issiqlik tizimiga ishlaydigan dishlamatorlar. Bularning plus tarafi bu yerda ham dishlamator, ham deaerator rolini o'ynaydi. Qizuv joyi bor. Bularda o'sha kranlari komplektida bo'ladi. Nakidnoy kranlari bo'ladi. Komplektida kranlari juda sifatli brenddan zakaz qilingan aytgancha. Ancha Yevropaga chiqarib beradigan brendlardan bittasi. Dishlamator ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Bu dishlamator xohlagan variantni qo'yasiz. Xohlasangiz vertikal, ko'ta aylanadi bu tarafi. Xohlasangiz gorizontal. Bu dishlamatorimizni обязательно magnitli bor. Yana vozdux отводчиga chiqadi, ya'ni deaerator rejimini ham o'ynaydi va ключlari komplektda chiqadi. Fum lentalarigacha komplektida bor. Nero jamoasidan so'raverasizlar. Salomat bo'linglar. Sizlar bilan Nero jamoasi qaysi
narsa bo'yicha batafsil video kerak bo'lsa, hammasini detalni olamiz.